Biologik fizik vaksinamiz bu jahonda birinchi bor ishlab chiqarilyapti. Jahonning eng buyuk davlatlarida bunday fizik vaksina ishlab chiqariladi. Chunki buning xususiyati juda ham nozik. Bu biologik vaksinamiz insonlarning hujayralari, genlari, organlari, jigar, buyrak, o'pka, miyadagi ophuqlar, meditsina davolay olmaydigan bugungi kunda yoki meditsinadagi texnikalar bu xususiyatni bajara olmaydigan vaqtda mana shu biofizik vaksina shu vazifani bajaradi. Bu biologik fizik vaksinani biz insonlarga Allohim Qodir Zul Jalol va Ikrom buyuk yaratguvchining bizga bergan ne'mati. Men emas, Allohning ne'mati.